Badandagi zaharni tozalashi eng tez bo'lgan meva-chevalar. Yurak berib saqlayveling. Birinchi, olma. Olma tarkibida yemaklik talosi bor bo'lib, yemaklik talosi oshqozon uchayning lo'mildishini ilgari suradi. Badandagi zaharni tozalashga belgilik foydasi bor. Olma tarkibidagi kalsiy badandagi ortiqcha tuzning modda almashishiga foydali bo'lib, tuz tarkibining eshib ketishidan kelib chiqqan issiqni yondiradi. Olma kislotasi issiqlik miqdorining modda almashishini tezlatib, tuanki yerim badanning samirib ketishining oldini oladi. Meva yelimi oshqozon yo'lidagi alyomin, simab, manganning qo'yib berilishini ilgari surib, organizmlardagi qon shakarini tangshab, qon shakarining tuyuqsiz o'rlab tuvallishining oldini oladi. Olma tarkibidagi kaliy qabul qilingan natriyning ziyoda eshib ketishi sababidan kelib chiqqan suluq ishiqni pasaytib qolmay yana suydiqni ravonlashtirish roliga ega. Atiganlik tomoq bilan tushlik tomoqning oraliqida qo'rsoq ochganda olma iste'mol qilish orqali qo'rsoqning tuvan qismini o'ruqlatish maqsadiga yetkili bo'ladi. Ikkinchi, limon. Limon tarkibida limon kislotasi, olma kislotasi qatorliq organik kislotalar va glikosid, flavon, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, nikotinik kislota, qanat turidagilar, kalsiy, fosfor, temir qatorliq ko'p xil ozuqliq tarkiblar, parga aylanadigan may qatorliq moddalar bor bo'lib, oshqozon oqsilining magniy ajratib chiqarishini ilgari surib, oshqozon uchayning lo'mildishini oshiradi. Ham hazm qilishga va uruqlashga belgilik yordami bor. Limon sharbatining nihoyatda kuchli bo'lgan mikrob o'ldirish va baliyatquning tarayishiga qarshi turish iqtidori bor bo'lib, qondagi may miqdorini tuvallatib, uruqlatish rolini o'ynaydi. Limon yana o'sin go'zallashtirish roliga ega bo'lib, teridagi pigmentlarning o'ltirib qolishining oldini olib va yo'qotib, terini parqroq ham yumron qiladi. Limon yuqori darajadagi ishqorli xususiyatga ega bo'lib, barliq kasalliklarni davolashdagi dori deb qarilib kelgan. Yo'talni to'xtatadi. Badandagi qonning aylanishiga yordami bor hamda modda almashishni ilgari suradi. Uruqlash unumini yuqori ko'taradi. Limon tarkibida mol vitamin C bor bo'lib, xolesterinning miqdorini tuvallatadi. Uchinchi, ananas. Ananas tarkibida mol piroteynaza bor bo'lib, oqsilni parchalab yog'ni unumlik eritadi. Bo'libmi go'sht turidagi oqsillarning parchalanishiga yordam berib, badanning yog'ni so'mirishini azaytadi. Ananas tarkibidagi piroteynaza va yemaklik talosi oshqozonning hazm qilish iqtidoriga foydali. Uning ustiga yemaklik talosining so'mirilishi yaxshi bo'lib, uchay yo'lidagi ortiqcha yog' va boshqa ziyonli moddalarni elib ketadi. Qavziyatning oldini elib yengillatishda ko'rinarli unumga ega. 4. Maymun shaptuli. Maymun shaptuli tarkibida nihoyatda alohida bir xil yemaklik talosi bor bo'lib, mazkur talolar oshqozon uchayning hazm qilishiga yordamlashib, uchay yo'lidagi ko'plagan ziyonli moddalar va maylarni elib ketadi. Qavziyatning oldini olish va pasaytish unumi ko'rinarli bo'lib, uruqlashda kam bo'lsa bo'lmaydigan yemaklik. 5. Banan. Bananning uruqlatish unumi ko'rinarli bo'lib, tarkibidagi issiqlik miqdori tuvan. Uning ustiga yemaklik talosining miqdori mo'l. Bir tal bananning issiqlik miqdori faqatla 87 kaloriya bo'lib, bir vaqt tamoqqa selishtirganda faqat yarimidan ozroqiga to'g'ri keladi. Banan tarkibida asosiy jihatdan barliq vitamin va mineral moddalar, yemaklik talosi bor bo'lib, issiqlik miqdori nihoyatda tuvan. Shunga banan uruqlashdagi eng yaxshi yemaklik hisoblanadi. Bananning yana uchayni siliqlab, taratni ravonlashtirish, o'pkani siliqlab, yo'talni to'xtatish, issiqni yondirib, zaharni qaytarish, hazm qilishga yordam berish va badanni quvvatlash roli bor.